sizga kerak bo'ladi. Yozib olinglar. Fosfor kislotasi oksidlovchi xususiyatga ega emas. Oddiy kislota kabi reaksiyaga kirishadi. Faol metallar Jazirama bilan zot vodorod ajratadi. Yozyapsizlarmi? Uchinchisi asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi. Senga emas, boshqa jaziraga. Bolalar Uni yozyapsizmi? o'zi biladi. Shunchaki berib bor. 2H3, PO4, qo'shilgan 3, magniy O, qo'shilgan H7O. Uchinchi. Yozyapsizlarmi? Hamma yozsin. Tekshiraman. 3HO, qo'shilgan 4, Xo'sh, javobini aytdimi? Yo'q, hali o'ylayapti. Juda uzoq o'ylayapti. Mana bunaqa deb ayt, menga turmushga chiq deb bo'ldi. Maktabni tugatib ulg'ayguningizcha javob berib qoladi. Mana, uni telefon raqami. Rostdan chiroyli qizmi? Ha, aytyapman-ku. Avval do'stlik so'rovini yubor. Beautiful girl. Chiroyli qiz degani. Xo'p, rahmat. Bolalar, qo'shimcha darsga kech qolmaymiz. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Hamma akt zaliga. Hozir oxirgi test natijalari e'lon qilinadi. Natijalar chiqib bo'ldimi? Kim men bilan bahslashganda 200 tadan tayyorlab qo'yinglar. Bilasizlar, maktabimiz har yili eng yuqori natijalarni ko'rsatadi. Bu safar ham ortda qolmasligimiz kerak. Bu sizlar uchun ham foydali. Keyin grantga kirasizlar.